Bir kishi kelib aytdi, "Ya Rasululloh, nasihat qiling." Qala la tag'zab. Faraddada miroran. Qala la tag'zab. Bir nasihat qilib qo'ymaysizmi ya Rasululloh? Qanday qilib yashaydi? Qanday yuraydi? La tag'zab. G'azab qilma dedilar. Mayli, buni tushundim. Xo'p, yana qanday qilayin? La tag'zab. G'azab qilmagin. Yana bir so'raganda g'azab qilmagin deb, demak 4-sida ham 5-sida ham g'azab haqida so'z bo'ladi ekan. Bo'ldi, nasihatni men tushundim deb boyagi inson orqasiga qaytib ketdi. Bir umr shu nasihatdan foydalanib mazza qilib odamlarga maqtanib yuribdi. Men jamoatga aytardim, hurmatli jamoat, nasihat so'rash kerak bo'lsa, vasiyat so'rash kerak bo'lsa, shuni so'rab turaveraylik. Qanday ibodat qilaman? Qanday qilib qishni o'tkazaman? Yoki so'ralganmi? Bir eslab ko'ringlarchi, safarga chiqayotgan odam. Ko'pchiliklar safarga chiqasizlar. Ko'pchiligimiz musofir bo'lib yuramiz. Domla safarni odoblaridan bir aytib bering, ikkita uchtasini. Shularni safarga borsam ham ibodat bilan borib, ibodat bilan qaytib kelay deb biz so'ramaymiz. Nasihat so'rash kerak.